toksiska deganlarni nikillarni bular yaxshi ko'rib eshitishadi. Bularga negativ ham bildirmaydi. Mana shu zombiga o'xshab, mana shu qo'yxonada o'tirgan qo'yga o'xshab bir zo'r bir Kashpirovskiy masofada miyasiga qo'yib oladi, trans bo'lib, nima qilib, bundoq uxlab qoladi-yu. O'shanaqa bo'lib eshitishadi ular. Haqiqatda kuyib pishib gapirgan odam yo kayf bo'ladi, yo dalbayo'b bo'ladi, yo yiban bo'ladi. Bular o'shaning uchun hali Latipovga bergan meni intervyuimga bularning miyasi hali tayyor emas. Nima gapdagi intervyuga bularning miyasi hali tayyor emas. Ular hali rozvoy ochkida. Bularning hayotida hali ham hech kim beshga bir urmaydi. Hamma er-xotinlar bir-biriga vafodor, hamma babochki vishivati, hamma zo'r, haligi qiyinchiliksiz hayot, beg'ubor, banklar kreditlarni foizlarsiz beradi. Ota-ona ham